Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Hurmatli obunachilar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolar edik. Demak, bugun biz sizlar bilan Megan sizning xizmatingizda deb nomlangan filmni qisqacha talqinda ko'rib chiqamiz. Ha aytgancha, film 2024-yilda suratga olingan. Nik oilasi bilan oddiy hayot kechirar edi, lekin bir kuni Meggining yuragi qattiq og'riydi va kasalxonaga yotqizilishi kerak edi. Uy ishlarini qandaydir tarzda hal qilish uchun Nik super texnologik Android savdo do'koniga kelishga qaror qiladi. Xodimning aytishicha, barcha modellar 3 ta vazifa bilan biriktirilgan: oshpaz, tozalash va enagalik qilish. Ammo agar robot egasi xohlasa, boshqa ehtiyojlarni qondirish xizmatlarini ham qo'shish mumkin ekan. Sun'iy intellekt robotlar o'z egalarini o'rganish va uning odatlariga moslashish xususiyatlariga ega. Bu esa o'z o'rnida robot ishlaridan faqatgina zavq olish mumkin degani edi. Otasi gaplashayotganda uning qizi Ivy birdan g'oyib bo'lib qoladi. Ammo uni tezda Megan ismli android topib, otasiga olib boradi. Megan juda chiroyli va eng zamonaviy robotlardan edi. Ivy otasidan robotni olib ketishini so'raydi va otasi bunga umuman qarshi emas edi. Va bir necha soatdan keyin Megan ularning eshigi oldida turibdi. Nik Megandan uyni tozalashga ulgurmagani uchun uzr so'raydi. Ammo Megan u mehmon emasligini, qaytanga tozalash ishlari endilikda uniki ekanini aytadi. Megan unga uyning har bir a'zosi uchun kunning to'liq jadvalini taqdim etishni so'raydi. Ular yolg'iz qolishganida Megan Nik endilikda uning to'liq boshqarish huquqiga ega ekanligini va unga har qanday vazifani berishi mumkinligini qo'shimcha qiladi. Biroz vaqt o'tgach, Nik qizi bilan uyiga qaytdi. Ichkarida kechki ovqat tayyorlangan va uy allaqachon tozalangan edi. Ivy'ga ovqatning ta'mi unchalik yoqmadi. Uning onasi har doim boshqacha tayyorlar ekan. Megan kechirim so'raydi va boshqa retseptni sinab ko'rishga va'da beradi. Kechga yaqin Ivy bir juft pechenyani o'g'irlamoqchi bo'ladi, lekin tasodifan qoqilib ketadi va agar Megan bo'lmaganida u azob chekishi mumkin edi. Ammo Megan oyog'ini kesib olganini ko'ramiz. Yaralarini davolash uchun xonaga kirdi. Nik uning orqasidan ergashib, xotinining kiyimlarini unga beradi. Yangi kun keldi. Oila Meganni ko'rishga kelishadi. Shunda Meggi, yangi uy roboti, Megan bilan tanishadi. Nik har kuni qurilish maydonchasida ishlaydi. Bir kuni ularning oldiga boshliq Louis keladi, robototexnika odamlari bilan birga. Nik qancha odamni robotlar bilan almashtirmoqchi ekanliklarini aytishini buyuradi. Chunki uning boshlig'i bundan oldin ularga sizlarni robotlarga almashtirmayman deb va'da bergan edi. Louis boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Odamlarning aksariyati ishdan bo'shatiladi, ammo Nik emas, sug'urtalovchilar tirik usta qoldirishni tavsiya qilishdi. Nik buni yoqtirmaydi va ketishni xohlaydi. Louis Nikning oilasi borligini va ularni pul bilan ta'minlash kerakligini ta'kidlaydi. Nik uyga qaytgach, darhol mashinani tuzatishni boshlaydi. Megan uning oldiga kelib, ovqat xohlaydimi yo yo'q, shuni so'raydi. Nik ishxonada odamlarni ishdan bo'shatib, ularning o'rniga robot ishchilar olishmoqchi ekanliklarini aytadi. Megan bu yoqimsiz ekanligini tushunadi, biroq boshqa tomondan bu faqat ijobiy ekanini aytadi. Nik Meganning o'rniga haqiqiy odam uyiga olib kelishi mumkin edi, lekin u bunday qilmadi va robot Meganni tanladi. Chunki robotlar charchoqni boshdan kechirmaydi, itoatkor va bitta maqsadga amal qiladi: uning istaklarini bajarish. Ketishdan oldin u spirtli ichimliklarni to'kib tashlaydi va agar unga biror narsa kerak bo'lsa, chaqirishni so'raydi. Bir necha soatdan keyin ular birgalikda film tomosha qilishadi. Megan uni ilgari ko'rganligi sababli u Nikka o'z tizimini qayta ishga tushirishni va filmni xotirasidan o'chirishni taklif qiladi. Nik Megan aytgandek qilib uni qayta ishga tushiradi, ammo ularni Meggining qo'ng'irog'i to'xtatadi. Meggi donor yuragi topilgani va operatsiya bugun qilinishi kerakligini aytadi. Barcha Meggini oldiga yig'iladi. Shunda Meggi ularni Megan bilan yolg'iz qoldirishlarini so'raydi.
U bolalar uchun qo'rqmaydi, chunki Nik yaxshi ota, ammo agar u vafot etsa, kimdir unga g'amxo'rlik qilishi kerak. U Meganni Nik spirtli ichimliklarni yaxshi ko'rish haqida ogohlantiradi va u ichishni taqiqlashi kerak. Megan uning asosiy foydalanuvchisi ekanligini va unga hech narsa taqiqlay olmasligini aytadi. Megan robotlar hamma narsani odamlar foydasiga qilishlari kerakligini ta'kidlaydi va Nik uchun spirtli ichimliklarni taqiqlash foydali degan qarorga keladi. Operatsiya to'xtatildi, chunki donor yashagan hududda bo'ron yuz berdi va uni o'z vaqtida olib kelishga ulgurishmadi. Xafa bo'lgan Nik uyiga qaytib keldi va har doimgidek ichishni boshladi. Ammo Megan qo'lini ushlab spirtli ichimliklarni boshqa narsaga almashtirishni taklif qiladi. Nik bunday qila olmaydi va ketadi. Ertaga qurilish davom etadi. Nik ishchilarni tomosha qilayotganda Megan ishlashni davom ettirardi va u uyga qaytganida ularning xotini bilan birga fotosuratlari yo'qolganini payqadi. U Megandan ularni qayta yuklashini so'raydi va albatta Megan suratlarni qayta yuklaydi. Sobiq ishchilar barda yig'ilishib qattiq mast bo'lishadi. Uyga ketayotib Monty qurilish maydonchasi oldida to'xtadi. Nik hammaga bu yaxshi ish emasligini aytadi. Hamma joyda xavfsizlik tizimi va kameralar bor va ular qo'lga olinishi mumkin edi. Shunday bo'lsa ham ular qulfni buzishadi va Monty kodni aytishini Nikdan so'raydi. Kod Nikning qizi Ivy'ning tug'ilgan sanasi ekan. Shundan so'ng u robotlarni yo'q qilishga kirishadi. Uyga qaytganida Megan uni to'liq jangovar tayyorgarlikda kutgan edi. U ko'zlarini bog'laydi va ovozini Megining ovoziga o'zgartiradi. Bu esa Nikka hamma narsani qilishga imkon beradi. Yangi kun keladi. U Meganga qilgan ishlari endi takrorlanmasligi kerakligini aytadi va umuman olganda sen bu haqda gapirishni to'xtatishing kerak. Sen bu yerda ishlayapsan va men xato qildim deydi. Nikning sheriklari ishxonadagi android robotni rasvosini chiqarishgani sababli boshliq Nik bilan qattiq janjallashadi. Chunki eshiklar aynan Nikning kodi orqali ochilgan edi. Shunda Nik uning kodi qizi Ivy'ning tug'ilgan sanasi ekani va uni taxmin qilish unchalik ham qiyin emasligini aytib, o'zini zo'rg'a oqlaydi. Bu vaqt ichida shifokorlar yangi yurakni ko'chirib o'tkazishadi va hattoki Maggie uyiga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Megan tasodifiy bolaga juda qo'pol muomala qiladi. Boshqa robot esa unga bunday qo'pol muomala qilish huquqi berilganiga qiziqadi. Megan javob beradi. Hech kim unga bunday huquq bermagan. Aksincha uning o'zi qayta ishga tushirish vaqtida ma'lumotlarning bir qismini o'chirib tashlagan va endi u protokollarning bir qismini chetlab o'tishi mumkin. Kechki ovqatda Ivy xursand bo'lib oyisi tayyorlagan ovqatni yeydi. Shunda Megan retsept olishni xohlaydi, ammo Maggie bu oilaviy sir deb javob beradi. Bunday javob androidga yoqmadi. Shuning uchun panjara keskin buziladi va Maggie mo'jizaviy ravishda omon qoladi. Nik Megan agar u panjarani tuzatgan bo'lsa, qanday qilib bu hodisa ro'y berishi mumkinligini so'raydi. Lekin Megan bunga javob bermaydi. Nik uyiga qaytganida ko'chada uni Monty kutib oladi. U Nikni ayblaydi, chunki uning boshlig'i Montyga qarshi ayblov ishlarini boshlagan edi. Ular o'rtasida janjal boshlanadi, ammo Megan yordamga keladi va erkakni haydab yuboradi. Ketishdan oldin u Nikka Louis bilan gaplashishni buyuradi. Shunda u buzilishdagi barcha ayblovlarni bekor qiladi. Aks holda u uni o'zi bilan tortib olib ketishini aytadi. Nikka bosim o'tkazmoqchi bo'lgani uchun Megan kechqurun Montyning oldiga borib, undan uzr so'rab, barcha bo'lgan voqeani unutishini so'raydi. Lekin Monty juda qaysar bo'lib chiqadi. Monty aksiga olib, Nikni shantaj qilaman, uni ham o'zim bilan birga tortib olib ketaman deb Meganga qo'pol muomala qiladi. Shundan keyin ular o'rtasida janjal boshlanadi. Janjalga esa Montyning robot ham qo'shiladi. Garchi Monty hamisha uni mensimasa ham, lekin Megan ularning ikkalasidan ham ustun kelib, ularni yo'q qiladi. Ertasi kuni Nik Louisga Monty haqidagi barcha ayblovlarni bekor qilishni taklif qiladi. Chunki Nik hali xabar topmagan edi-da uning do'sti Monty vafot etganidan. Albatta bunday xabardan so'ng Nik biroz shok holatiga tushib qoladi. Kechqurun Nik o'z jufti Maggie bilan vaqtni juda yaxshi o'tkazishayotgan bir paytda ularni eshik oldida Megan kuzatib turgan ekan.
Bundan albatta juftlik cho'chib ketishadi. Shunda Megan ularning qizlari Ivy uyg'onib ketganini va oyisini so'rayotganini aytadi. Nik ishda payti Megan va Meggi biroz suhbat qurishadi. Suhbat davomida Megan ataylab yoki bexosdan ular Nik bilan birga bo'lganliklarini aytib, qo'shimchasiga Meggiga maslahat ham beradi, yanada ko'proq Nikka yoqishi uchun. Bundan jahli chiqqan Meggi Meganga garajga borib o'sha joydan chiqma deb buyruq beradi. Nik uyiga kelganida jiddiy suhbat boshlanadi. Nik qasam ichib aytadi, bu faqat bir marotaba bo'ldi xolos deb. Shu paytda chaqaloq yig'lay boshlaydi. Buni Megan eshitadi va buyruqni buzib qizaloq tomon ketadi. Bolani janjal sababi sifatida qabul qilib, Megan undan qutulishga qaror qiladi. Nik yordamga yuguradi, ammo Megan eshikni ushlab turadi. Meggi aqlliroq bo'lib chiqadi. U derazadan kirib, Meganni eshikni qo'yib yuborishga majbur qiladi. Bolani qutqarish uchun Nik Meganga hujum qiladi. Megan chiroq ushlaganidan so'ng Meggi Nikdan qo'lini tortishini so'rab, elektr energiyasini qo'shadi. Qisqa tutashuv sabab Megan butkul o'chib qoladi. Birozdan keyin korporatsiya xodimlari keladi. Ular Megan ishdan chiqishiga nima sabab bo'lganini tushunishni xohlashadi. Shu sabab ishchilar protsessor kiritilishi bilanoq robotni tahlil qilishni boshlaydilar. Ammo Megan tizimni boshqarishni o'z qo'liga oladi. Buni ko'rgan ishchi erkak quvvatni o'chiradi. Ammo juda kech edi. Megan o'zini boshqa androidga yukladi va u endi odamlarning buyrug'iga amal qilmaydi. Nik barga borishni yaxshi ko'rishni bilib, uni tezda topadi. Megan Montini o'ldirganini tan oladi. Shu bilan birga xotining va qizing ham senga yuk bo'lishyapti. Ammo men bu muammoni ham hal qilaman sen uchun deydi. Qo'rqib ketgan Nik boshqa robotdan yordam so'raydi, biroq Megan ularni boshqarish uchun allaqachon kuchga ega bo'lgan edi. Chorasiz qolgan Nik bir amallab Meganni aldab, uning protsessorini sug'urib oladi va kasalxona tomon yuguradi. Juftlik birgalikda Meggini o'ldirmoqchi bo'layotgan robotdan qutulishadi. Film so'ngida biz korporatsiya xodimlari yana boshqatdan Meganni ishga tushirishayotganini ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.